bir joyda oqibat haqida gapirsam, bir yigit keldida, "Qora aka, biz 16 mi 17 ta bo'lamiz. Yaqinda ikkita o'rtog'imiz avtohalokatga uchrab, ikkosi bir kunda vafot etdi. Birini janozasi 10da bo'ldi, birini janozasi peshindan keyin bo'ldi. 10dagiga 9da ertalab o'sha yerda 9da yuvgani kirdik. Yuvg'ichidan iltimos qildik. Biz juda ham qadrdonlar biz. Juda ham bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Bizni o'lim ajratyapti xolos. To'ylarda, marosimlarda bir-birimizga jon pido o'rtoqlar biz. Jon yo'g'icha biz yonida turaylik. Oxirgi vidolashishlik-ku. Yo'g'icha yig'lavordi dedi. Men bunaqa o'rtoqlarni ko'rmaganman. Mayli debdi. Katta-katta qo'shlarda kirgizgan ekan, sizlar chiqib turinglar, biz bu bolalar bilan yuvamiz deb. Bitamizni suv quyib berib turgani, bitamizni ko'tarib aqa-baqa qilib turgani, bitamizni suvni to'kib yegani tayinlab qolganlarda bo'lsa, shu devorga bellaringni qo'yib turinglar, xalaqit bermaysizlar. Xo'p, boshladik. Suvni oyoq qo'llarni yuvdi, bet qo'llarni yuvib, tahorat qildi. G'usl yuvishni boshladi. Suvni olib keling, suvni olib keldi. Qo'limni tepasidan quyaverasiz. Xo'p, qo'li tepasidan quyapti. Ko'zi chiliqqat ochildi. Biz g'alati bo'lib ketdik. Yuvuvchi bo'lsa la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb bir marta yopdi. Yana qo'y. Bir tarafga yon boshladi. Yana quydi. Yana ko'zi ochilib ketdi. Yana la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh yana yuvdi. 3-marta ochilib ketganda to'xtanglar endi dedi. Ko'zi ochilib ketaversa, ko'zini ochilib kechikib ketamiz. Shuning uchun chiqib turinglar, chunki sizlardan o'rtoqlaring ajragisi kelmayapti. Ko'zi ochilib ketyapti. Qarang-a, biz tirigini ajratib qo'yapmiz. Uchi desa o'liga ajragisi kelmayapti-da. Shu bilan chiqib turdik, yurishdik. Ikkinchi o'rtog'imiz xuddi shunaqa bo'ldi dedi. Biz nima qilyapmiz? Biz o'rtog'imiz nima uchun bizdan ranjiyapti? Biz Qur'onda Xudo qaytargan ishni qilyapmiz. Nima? Alloh taolo aytayapti: "Astag'izu billah va la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal ilm." Ba'dal iman. Bir-birlaringizga laqab irg'itmanglar dedi. Osh qizimaydi, qizisa ham laqab aytishlik bilan qiziydi. Do'stlarimiz bilan kulishmaymiz, kulishsak ham mazah, masxara bilan kulishamiz. Shu oshga boradimi o'rtoq?